Bormi ukam? Aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzumsiz, yaxshi yuribsizmi? Bormisiz aka? Yaxshi yuribsizmi? Yuring aka, uy kiramiz. Shu ham gaplashuramiz. Yo'q, yuring, tepada. Choy damlab aka. Zab kelibsiz-da aka. Yaxshimisan o'zing? Ha, rahmat. Choydan oling aka. Choyingni qo'yib tur ukam. Sen so'ragan pulni olib keluvdim. Rahmat aka. Ishlaringni hal qilganda qarang ukam. Menga ruxsat. Ko'chada qiladigan ozgina ishlarim. Ovqat pishyapti aka. Ukam, yana keyingi safar kelaman. Tinchlik xotirjamlik bo'lsin. Xudo xolasa kelamiz yaxshi kunlarda. Rahmat. Alo. Assalomu alaykum. Aha, men akam bo'ladi. Nima? Qayerda? Bu hozir boraman. Aka doktorlar telefon qilib, vohma qilib, aka avtohalokatga uchradi dedi. Shunda yomon qattiq qo'rqib ketdim aka, sizga yo'qotib qo'yaman. Senga ham ortiqcha yuki bo'ldim ukam. Ha yo'q aka, bir sinovda bu. Aka zerikib qolmaysizmi? Rahmat ukamki. Keyin shu oyog'ingizni yuvib qo'ying. Ovora bo'libsan ukam. Kerak emas. Ovorachi, bexijolat, aka. Keyin. Aka, assalomu alaykum. Kevering. Hormaylar qo'shildi. Keling aka, assalomu alaykum. Qolasizlarmi, tuzumsizlar? Rahmat. Yaxshi yuribsizlarmi? Yaxshi. Ya ukam, yaxshi bo'lib qoldingmi? Tuzumsan, charchamayapsanmi? Qo'yaver, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bir Alloh sinovlarida. Xudo xohlasa to'y boshlab qo'ydim. Lekin chiqarsan, xudo xohlasa. Endi men keyin qo'shnilarga yetib chiqishim kerak. Vaqtdan o'zi kech bo'lib qoldi. Xo'p. Yaxshilik ko'rishlik, qo'shnilar. aka. Oqibatlarga ko'z tegmasin. Salladagi mana shunaqa oq-ko'kli ko'payaversin. Rahmat. Ota-onalarga ming rahmat. Jonlaring sog' bo'lsin. Endi men ukam ketdim, boshqa qo'shnilarga ayting. Jonlaring sog' bo'lsin. Aka sog' bo'ling, xizmatda bo'lsangiz. Sog' bo'linglar. Salomat bo'ling.